Vaynni ko'rib yig'ladim. Maftuna Shokirova Ozod Shukurullayev bilan ijodni to'xtatgani va uning yangi partnyeridan xafa bo'lgani haqida. Assalomu alaykum, rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Aktrisa va vayner Maftuna Shokirova Yashin TV YouTube kanaliga bergan intervyusida Ozod Shukurullayev bilan boshqa ijod qilmayotgani sababi va uning yangi partnyeri bergan intervyusini ko'rib ranjigani haqida so'zlab berdi. Kichik sabab tufayli hamkorlikni to'xtatganmiz. Ozod aka bilan hamkorlikni to'xtatishimizga arzimagan kichik narsa sabab bo'lgan. Biz Ozod aka bilan bu haqda hech qayerda hech narsa gapirmaslikka kelishib olgandik. Shuning uchun nima vaziyat bo'lganini men ochiq ayta olmayman. Hozir bu muammo ortda qolib, o'zimning yangi ishlarim bilan bandman. Lekin men ushbu duetdan chetga chiqarilib, yangi odam olinganini tasodifan bilib qolganman. Vaqt bo'yicha kelishmovchilik bo'lib turardi. Shu sabab shunaqa bo'ldi deb o'ylaganman. Lekin bu jiddiy ekan. Ozod aka kelishuvni buzdi. Ijodimizni to'xtatishimiz sababini hech qayerda gapirmaymiz deb kelishgan bo'lsak-da, ular tomonidan bu kelishuv buzildi deb o'ylayman. Sababi ularning yangi partnyorlarining intervyularini ko'rib qoldim. Ular Maftuna Shokirova haqida so'raganimda turmushga chiqishlari kerak ekan deb aytdilar degan. Nima degani bu? Bu degani men hozir Ozod aka bilan ijod qilganimdan beri turmushga chiqolmay yuribmanmi? Shunda odam gapirayotgan gapini o'ylab gapirishi kerak. Turmushga chiqsam Ozod aka bilan hamkorlikni to'xtataman deganman. Ozod akaning ayollari bilan juda ahil edik. Ular bilan birga ovqatlanishga borardik. Ozod aka bilan hech qachon qo'l berib ko'rishgan emasman. Yozishmalarimiz ham hozirgacha turibdi. Ertaga qaysi vayn qanday ssenariy bilan suratga olinadi, reklama bo'yicha qayerga boriladi, shular haqida gaplashganmiz. Faqat Ozod aka mengacha Shahlo Alijan va Kumush Qosimova bilan ishlagan. Menda ham intervyularda ular haqida so'rashgan. Lekin men ular haqida hech nima demaganman. Ketgan odamning orqasidan vaziyatni bilmay turib gapirish noto'g'ri. Intervyularimdan birida turmushga chiqsam Ozod aka bilan ijodni to'xtataman deganman. Lekin hamkorlikni ular to'xtatdilar. Demak, turmushga chiqmayapman. Yangi partnyorlari bilan vaynni ko'rib yig'ladim. Ozod aka yangi partnyorlari bilan vaynni qo'yganlarida men yig'ladim. Chunki 2 yil oz muddat emas. Ular bilan 2 yil birga mehnat qilgan edik. Bitta serialda ishlasangiz ham ijodkorlar bilan oiladek bo'lib ketasiz. Masalan, Ayriliq serialda 5 oy birga ishlab, syomka tugaganida hammamiz bir-birimiz bilan yig'lab xayrlashganmiz. Xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi. Balki menga avvalroqdan kontentni yangilab, partnyorni o'zgartirishimiz kerak deganlarida men o'zimni tayyorlab borardim. Lekin bunaqa bo'lmadi. Men hamkorligimiz to'xtaganini Instagramdan bildim. Tezkor va so'nggi shou-biznes yangiliklarni bizning kanalimizda muntazam kuzatib boring.